ben çıkmam. Bakın koydum. Asta. Oturup gel buna. Neyim bop yattın ay? Kızım köygüm köp geldi. Vay bir mangına sak vaxtında köyün gelmeydi. Muşu keşkiçin muşuncular arıkışken bağma. Yarak degeni keş ortuşmak günüz içimde tanır ki. Lazı. Bu nereden gelişin ağzı? Öydün geldim. Dadam yok mu ki? Belki bir mon sözlem kep kaldı okuyorum. Bunca işi olsan sözlemem demse? Vay öyle kırışım gelim. Sen içtin, çektin, oynadın. Dep peşimde ağrıtıp da tekrar. Şunu nasihat koyduk geldim. Bak buna. Ne? Bu dadam sana nasihat kılmaysan dadamı nasihat kıyıtıp geldin ama. Bu kayır kanda olsun bizde geçten olsun ya. Edin Olmakta, geç artık çık olmakta. sözleşten başka işi yok da. Kız hazırla dadamın kaşık ciddi bir berip kilana. Nemiga? Nimaga? Dadamning salomatlik yaxshi emas. Dadam ailemizning cho'ngi. Agar dadam bir ay shubqas biz qanday qilamiz? Voy dadam hiç bo'lmaydi. Nachoqdimi shu tug'an dadam shu, hech nima bo'lmaydi. Siz bundan salchaqlagan bilan dadam bizning ailening cho'ngi. Ben Zulya'ya telefon qilay. Hazırla berib kelay. Bo'ldi, Ümit men tarbiya qilay. Va Zulya, hazırlama Arzuna derhal bizning cho'ngiga gapirib kelay. Derhal kel. Ma'qul. Ha. Dadam, Ha? qandoq tursan? Kelinglar bolam. Yaxshimisiz? Yaxshi xeyli. Yurgananda duolikni buzgandikin nima qiladi uning bilan gap talashib. Hey bolam. Opam uni yaxshi odam bo'lsa, igilikimizga varislik qilsa deb o'ylagan. Men shunday o'ylagan. Qaraganda bu Ufkanning o'yin tamoshasi tugumiga o'xshaydi. Bo'ldilar bu ishlarni o'ylamag'ina. Meni o'zing charchitib oldi ekansan. Do'ramni yedingmi? Bayam ishkantim doğruni. Bayam g'iqqidi kiribdi. Ashunda kirgan ish bormi? Ashumi mening balam bo'ldimi? Mening o'ylagan yerlarimdan chiqmaydigan o'xshaydi bu. Nurg'un arzu umidlarim bordi. Yo'q qilib o'tadigan o'xshaydi bu. İçip çekip oynayıp yürse bana oyun tamaşıdın bişin tatanmasa kandam nermini doğru dedeyim ben. Kandam beni nermini doğru dedeyim bunu. Hoşta qilsa emasmi ajrab qanday qilamiz o'z cho'nqa izlab o'ginib qolgan desa kichikdan oldirmay odam bo'larmi? Bapta bir tal o'g'il deb akiltib cho'nqib qo'ydik emasmi? Bapta o'zi bilgan yo'lda men boqsin. Keyinchi bir aql kira buningga, aqlini topa. O'shini topa. Ufkan bu daraxt nasihat qilgan, yaxshiroq odam bo'lsin. Mening bu nurg'un arzu armonlarim bor. Mendan keyin qasishkinlar qoladi o'sha egilikni undan bir boshqarib, senga qarab o'tamiki degan umiddaman. Boshqa niyatman histim yo'q bolam mening. Shu dada o'g'andikin. Ansiraydi ekanmiz bolam. Hammalardan ansirayman. Muratni nasihat qilib qoldi, qolganini men berib o'zim yaxshiroq gap qildim. Bo'ldi, yaxshiroq Sen gap. ansirab ketmay, yaxshiroq armonni og'im. Bo'ldi bolam. Ma'qul, ansirmagin mendan ansirmagin. Siz dadamga mirabo bugun mashab, men mashina o'zim haydab maqsam bo'lgandikin. Bo'ldi. Ma'qul dadam. Bo'ldi bolam. Ansirma, manga yegin. Ma'qul bo'ldi. Keling bolam, o'tiring. Bo'ldi tog'a, men birdan turay. Atani bo'g'uvchi balalarning o'tida parvoni bo'lib yuradi ekanmiz bolam. Bo'ldi tog'a, ko'ngilini yerim qilmislar. O balalarimiz sizning yoshlarga yetganda, balalik bo'lgan chaqda, ondan sizning qadrlariga yetadi. To'g'ri aytasiz bolam. Haras, sizning ismingiz nima? Mening ismim Zulyar tog'a. Zulyar? Shundoq, Murat kamning shirkatida ishlayman. Bo'ldi tog'a, bir ay shumaganda?
Tağa biz sizga bir ish bo'lganda? Tağa? Chiroyli qism. Chiroyli qism. Ha, men bu yosh vaqtimda bir o'g'lim bo'lsa, ismini Zulyar qo'ysam deb o'ylaydim. Taqishlar bormi? Lekin Andicho keyin qanday bo'ldi? bo'ldi balam. Bu ishlarni deyishmayli. Mayli tağa. Haris, sizning ota-onangiz-chi, nima ish qiladi? Ota-onam men tug'ilishimda dadamni ko'rib boqmatganman tağa. Onam bo'lsa yosh chig'idlamkin kasal sababidan vafot bo'lgan. Ya tağa. Ko'nglingizni buzib qo'yibdi-manda balam, ha? Yo'q tağa. Hech qisi yo'q. Choy iching. Rahmat. Rahmat balam. Nima qilding? Avval bir çay içip dur. Qara. Sana ikki qizga qilay, achchig'im kelmasin. Akşam dadamning qishiga borgandim, sen kelgandan keyin. Ahvoli qattiq yaxshi emas. Ya yomon gapim qilganda shu bir muncha. Dadam qandaq seni yomon gapini qildi. Bilasan-ku men qachon yaxshi boqqan edim. Qara ukam, sen dadamning og'rinishini uqmay, o'zing mana o'ylab boq. Men nima ish qilyaptim deb. Dadam yashinib qoldi, salomatligim yaxshi emas. Yurak kasalligini bilib turib yana xap qilsa axsham. Uning ustiga dadam opamning sendan kutgan umidim bak cho'ngdi. Opamni tak ko'zim sening gapini qilgan ukam. Sen Muratjonga yordamlashib, shirkatning ishlariga qarashib bersan, menda qalaymiqan bolalar yurmisan oldi ukam. Voy, acaba qalaymiqan bolalar yumidi. Akşam şu ağayın boldan kepdikin. Tamaq yemizə berib çıqış yapdım şu. Kunni chiqish yoptimi deb yuramsa, o'zingning salomatliging lozim emasmi sana? Ha, ma'qul. Sen o'zingning salomatligini asirg'in. Yosh turib bilan bundaq kayf sabaq berilib kelsang yaxshi bo'lmaydi. Ha, ma'qul edi. Hop, ne? Ajoy. Bu yere. Pulni bormi sening og'zingda? Shunga o'xshab pul qolsa. Buni dikin dadamni xafa qilma, ma'qulmi? Unga aytib Javob berasan. Sen az vergilolapdı. Pulumu aylarına xərcligin. Asmadan düşməydi pul degan. Yetib yesəm taqım toşmaydı. Ma'qul. Nasr chiqib kira qilgan ishim bor. Nasıl qalsa? Tağa naştı qilib edim. Muratjon telefon qilibdi-ku, men shirkatga ish qilmay yuray. Ma'qul balam, ma'qul. Vay Murat. Neredesiz? İşxanda? Ya başqa iş yo'q. Shu nima ish qilyapti deb telefon qilgandim. Ma'qul ishingizni qilavering bo'ldi. Ma'qul. İşxanda? Zulyar? Ha, yenge. Murat buraya ketdimi? Ha, meni ishxona tutib turishimni aytib, Muratjon bir xaridor bor ekan deb paranglashib chiqib ketgan. Muhim xaridorda. Ha. Bo'ldi. Tamoqqa kelgandim. Murat kelsa. Burib qo'ying, ha?
Ben kayıplaştırayım. Murat'tan bek günsüz cuma. Köyünme. Bakla ben sizi tutup koyayım. Telefonu ammaydı o Mahir'e. Anlatman sağ olmam du. Oy, set oldu ya. Keçirin ay keçirin. Ne boğandı? Telefonu ammaydı o. Keldingizmi? Mahir'e? Sağ olup koydun. Yıkımın yakı Arzu bizni azırak guman qilib qolgandek turdi. Menimcha, herhalde ikimiz ko'proq ehtiyot qilsak bo'ldik. Gumon qilsin. Bos bilib qolsin, boldiroq bilgin yaxshi. Meni qo'rqishim yo'q, ideyaga terqinma. Meni qattiq so'rab yugim yo'q. Siz unda degan bilan fursat teq pishib yetilmidi. Texech arzun yaxshi ko'rsiz shunami? Meni kaynoza aygashtirib yugan bilan. Bu qachongacha menga ishonmaysiz? İkimizning shu kinlik baxtli turmushimiz uchun pul bo'lsa, Meni o'chi qarang. Arzuni qosh-qopiq qarab, yolg'ondan yengi arab, yolg'ondan dosulib, zerikdim men, bek zerikdim. siz aldirma Dilbar. Men tek nurg'un planlarimni amalga oshirib bo'lmadim. Nurg'un ko'zlagan nishonlarimga yetib bo'lmadim. Men shirkatni bir butun qo'limga ep bo'lgandan keyin darhol Arzuga ajrashib ketma. Bu chaqda siz bilan to'y qilaman. Haqiqiy baxtga shu chaqda boshlandi. He adaş. Tek kemmidi o. Senin dignamı toğruq şeydi ki. Bu yakından yaqı işqi bir xil gumanlıqlı o. He şu adaş. Ha adaş kelgende qildi. Ma'qul men sana atiga qilay. Potom bu kundan kuniga tomoqqa nima ustib ketib borsiz deyman. Tushlatgan tomog'ingizni vashi o'xshabdi-ku. Hammani yevatdim. Meni o'xshabdimi? Sirtni o'xshabdimi? Menga bir ishonyapsiz, ha? Shu sizning tomog'ingiz bo'lmamdi. Nima bo'ldi? Achingiz kelib qoldimi? Ijozingiz yo'qmi ya? O maxluqni. Bir ish bo'ldimi? Voy bir gap qilma. Oturan. Nima bo'lmas? Bu elimde cin oldu. İçimni sıkma. Voy xutum bu sizga bir ish bo'ldimi? Ne iş bağını özünüzden sonra.
Çöpünü yesin bu. Ha, ma'qul. Hadi ko'rishlayapsan. Sizmi yaxshi ko'ring.